Hello guys, hello. Yeah, yeah. Bugun sizlar bilan sizlar tanigan Sherxon PUBG 50 kani ana bu 50 kami 100 kami esimda yo'q edi lekin uzr kechirasiz Sherxon. O'sha challenge'larni bajaramiz. Qani ko'rib olinglar birinchi challenge'larni. Men sizga Recover bilan challenge agar bajarsangiz, Recover agar Minecraftda bir 15 qavat uy qurib bersangiz, 100 ga donatmanni bosing. Ko'rganinglardek bizga challenge berildi. Sherxon agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz like bosib qo'ying va kommentariyada qurgan o'yinni 1 dan 10 gacha baholab keting. Mayli 100 ga o'zingizda qola qolsin, Murat. Shu baholab ketsangiz bo'ldi. Birinchi biz uy uchun spot topamiz. To'g'risini aytsam, men 15 qavatli uy qurgandan ko'ra kichkina va shinamgina uy qurishni boshlamoqchi bo'ldim. ChatGPTdan so'ragandim. Eng bir-biriga mos tushadigan ranglar sariq va pushti ekan. ChatGPTdan so'rasanglar aytadi, uylar uchun interyerlar qilib beradi bemalol. Hozirgi zamon arxitektorlari ham ChatGPTdan foydalanyapti ko'plari. Men so'raganimda pushti va sariq dedi. Mana ko'ramiz birma-bir. To'g'risi menga pushti rang yoqmaydi. Pushti rang faqat butsda yoqadi. Laminamal tansanglar. O'shan Eiffellis yoqadi menga. O'zi pushti rang yoqmaydi hayotda menga. Biroz ChatGPT yozdi. Oxirida ko'ramiz-da uyni. Shunga qarab ChatGPT bergan maslahatiga baho beramiz jigarlar. Sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun sal videoni tezlashtiraman. Ana ko'rganinglardek challenge bajarildi. Juda ham shinamgina uy bo'libdi. Sherxon sizga challenge uchun rahmat. Bolalar endi video bu yog'iga dakansa chiqadi. Har kuni video olishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Xayr. Sog' bo'ling.